Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Mahalla teleradio kanalida podkastlarimizning yana bir soni, ya'ni yondashuv podkastimizni boshlayapmiz. Biz bugun mamlakatimizning eng shijoatli, g'ayratga boy qatlami haqida, ya'ni yoshlarimiz haqida suhbatlashamiz. Chunki asosiy sababi ham 24-fevral kuni mamlakatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazdilar va aynan tanqidiy fikrlar va qo'shimcha shu yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar haqida fikr almashildi. Umuman yoshlarga juda keng imkoniyatlar shu paytgacha ham berib kelinayotgan edi va o'sha muloqot davomida ham yana ham ko'proq bir o'sha yoshlarni to'liq salohiyatini ochish uchun, potensialini yuqori ko'tarish uchun bir motivatsiya oldi desak ham mubolag'a bo'lmaydi aynan o'sha uchrashuvda. Bugun aynan o'sha yoshlar mavzusida suhbatlashamiz va buning uchun biz podkastimizga ayni yoshlar vakillarini taklif etganmiz. Avvalambor xush kelibsizlar deb qolamiz va O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Markaziy kengashi bo'lim boshlig'i Komiljon Suyarov, Respublika Yoshlar ishlari agentligi ko'mak loyihasi mutaxassisi Malika Sobirova hamda Mirobod tumani Abdulla Avloniy mahalla fuqarolar yig'ini yoshlar yetakchisi Maqsud Toshpo'latov. Studiyamizga xush kelibsiz. Albatta bugun yoshlarimiz o'sha sizlar aytayotgan fikrlardan kelib chiqqan holda o'zlariga tegishli bir xulosalar oladi deb umid bildiramiz. Keling avvalambor o'sha uchrashuvda prezidentimiz tomonidan aytilgan bir asosiy yo'nalishdagi fikrlarga to'xtalsak. Assalomu alaykum. Prezidentimiz yoshlar bilan ko'rishganlarida juda ham katta imkoniyatlar taqdim qildilar. Ya'ni ular orqali barcha tadbirkorlikka shijoati bor bo'lgan yoshlarga endilikda juda ham katta imkoniyatlar yaratib berildi. Ya'ni bironta yosh oliy o'quv yurtlarini tugatar ekan, ular endi bemalol O'zbekiston yoshiman jihatidan o'z bizneslarini yo'lga qo'yishlari mumkin. Shu bilan birgalikda yoshlar bilan bog'liq bo'lgan barcha qatlamdagi muammolarga ham ta'kidlab e'tibor berdilar va bularni yechimi jihatidan bir nechta imkoniyatlar taqdim qilishdi. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu podkastga taklif qilganlaringizdan xursandman. Haqiqatan ham hammaga sir emas, prezidentimiz yoshlar bilan muloqoti bir an'anaga aylangan. Mana shu yilda 2 marta eng katta uchrashuv bo'ladi. Butun respublika yoshlari bilan O'zbekistonning eng chekka mahallalardagi yoshlar ham ushbu uchrashuvda o'sha bevosita ishtirok etadi. Va bitta narsani aytish mumkinki, bu uchrashuv faqat prezidentimiz hududlarga chiqqanda ham yoshlarga alohida katta e'tibor qaratadilar. Mana shu 24-fevralda bo'lib o'tgan uchrashuv juda ham bir katta, ya'ni O'zbekistonni keyingi yillardagi qanday ko'rinishda bo'lish kerak degan savolga men o'ylayman prezidentimiz o'sha yoshlardan javob oldilar va mana shu so'zga o'zlarini fikrlarini, takliflarini aytdilar. Mana shu uchrashuvda bilasizmi, 32 ta O'zbekiston yoshlari uchun muhim tashabbuslar ilgari surildi. Bu eng kattalari. Albatta boshqa tashabbuslar ham bor, lekin bugun fikrlaydigan, agar tahlil qiladigan bo'lsak va bitta narsani men o'zim uchun bildim. Masalan, endi men jaydaroq qilib gapiraman. Masalan, insonni, masalan, oilada 5 ta farzand bo'lsa, bir insonda uning iqtidori 5 xil bo'ladi. Demak, ota, ona farzandiga o'sha iqtidoriga qarab muomala qiladi va iqtidoriga qarab sharoit yaratadi. Xuddi shundan kelib chiqqan holda yoshlarni bir otasi sifatida prezident ham bugun barcha yo'nalishdagi yoshlarni e'tibordan chetda qoldirmayaptilar. Bu startap yaratadigan yoshlar bo'ladimi? Bu iqtidorli san'atdagi yoshlar bo'ladimi? Bu sportdagi yoshlar bo'ladimi? Mana shu eng muhim jihatlari deb sifatida uchrashuvda mana shu narsani bilib ko'rdik. Mana shu 32 ta muhim eng tashabbus ilgari surilgan bo'lsa, bu 32 ta tashabbus O'zbekistonning barcha sohadagi yoshlarni qamrab boradigan va hammaga eng chekka qishloqdagi bo'ladimi, markazdagi yoshlar bo'ladimi va barchasiga birda yetib boradigan tashabbus bo'ldi desam yanglishmagan bo'laman. Menga eng yoqqan narsasi, endi o'zim ham shu sohada faoliyat yuritganim uchun, masalan, volontyorlik loyihalariga, yoshlarning volontyorlik loyihalariga 100 million so'mdan grantlar ajratish. Bu eng zo'r narsa, chunki butun dunyoni qaraydigan bo'lsak, hozir yoshlar energiyaga to'la, shijoatga to'la vaqtida. U oliy ta'limda bo'ladimi, maktabda bo'ladimi, bu ijtimoiy faollikni ko'rsatgisi keladi. O'zini bir iste'dodini ro'yobga chiqarish kerak bo'ladi va o'shani tengdoshlari bilan loyihalar qiladi va mana shu agar loyihalari davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan bo'lsa, bu birinchidan yoshlarimizga foyda, ikkinchidan volontyorlik savob nuqtai nazaridan ham bizda qadriyatlarimizga ham to'g'ri keladi. Uchinchidan men o'ylaymanki, davlatga ham mana shu yoshlarni qo'llab-quvvatlash O'zbekistonning imijiga ham butun dunyoga namuna sifatida ko'rsatsa bo'ladi.
Rahmat. Mana umuman O'zbekistonni biz yoshlar mamlakati deb bemalol ayta olamiz. Chunki aholining 60% dan ziyodi yoshlarni tashkil etadi va 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan aholi yoshlarimiz 18 millionda. 18 million nafar yoshlar tashkil etadi. Endi boya aytganimizdek o'sha kuch g'ayratga, shijoatga to'la yoshlar, ular bir sohaga agar yo'naltirsangiz, o'sha sohani bir yorib chiqib ketadigan yoshlar bo'ladi-da. Shu nuqtai nazardan lekin ularni o'sha to'g'ri yo'naltira olish ham kerak. Ya'ni kuchini qayerga sarflash kerakligini ularni nazorat nuqtai nazaridan emas, to'g'ri yo'naltira olish, ya'ni bor potensialini shu sohada bir ochish nuqtai nazaridan va buni bugungi kunda biz o'sha mahallada ko'ryapmiz. Mahallada shu yoshlar yetakchilari ayni shu vazifani bajarmoqda. Bu amaldagi isboti qay darajada? Ushbu savolingizga javobni o'zimni shu mahallamdan aytadigan bo'lsam, bugungi kunda Abdulla Avloniy mahallasida 5000 ga yaqin aholi istiqomat qiladigan bo'lsa, ulardan shu 650 nafari 14 yoshdan 30 yoshgacha yoshlarni tashkil etadi. Ushbu yoshlarimiz barcha o'sha imkoniyatlarni, prezident tomonidan berilayotgan imkoniyatlarni bilishlari, foydalanishlari, xabardor bo'lishlari uchun albatta shu yoshlar yetakchisi, ya'ni men barcha imkoniyatlardan foydalangan holda yetkazishim kerak bo'ladi. Masalan, buni aytadigan bo'lsak, har payshanba kuni yoshlar kuni deb belgilandi prezidentimiz tomonidan va barcha rahbarlar nima ish qilishidan qat'iy nazar yoshlar bilan shug'ullanish kerak, yoshlar bilan uchrashuv o'tkazish kerak, yoshlarning muammolarini o'rganish kerak hamda ushbu muammolarni yechimini topib yoshlarimizga yordam berishlari belgilab berildi. Yoshlar kuni munosabati bilan barcha rahbarlarimiz yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazishdi. Mirobod tumanida ham o'sha oliy ta'lim muassasalarida bo'ladimi, maktablarda bo'ladimi, yoshlar bilan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Bizning mahallamizda joylashgan 328-maktabda ham ushbu yoshlar bilan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. O'sha ichki ishlar bo'limi xodimlari kelishdi yoshlar bilan uchrashishga, o'sha hokimiyat bo'limi rahbarlari kelib yoshlarimiz bilan uchrashuvlar, sport musobaqalari, zakovat, intellektual o'yinlari o'tkazgan holda yoshlarimizni va shu bilan birgalikda muammolarni ham o'rganishdi. Shuningdek, o'sha xalq deputatlari, Mirobod tumani kengashi deputatlari ham o'sha Salar mahallasida yoshlar bilan uchrashuv o'tkazishdi. Ularni o'sha muammolarini o'rganishdi. Masalan, o'sha Salar mahallasida istiqomat qiluvchi bir yoshimiz xorijiy tillarni chuqur o'rganish ishtiyoqida ekan va ushbu yoshimizga biz o'sha Yoshlar ishlari agentligi tomonidan ishlab chiqilgan Ibrat farzandlari loyihasini taklif qildik hamda o'sha deputatimiz tomonidan ushbu loyihani premium turini ham olib berish taklifini kiritilgan edi. O'sha deputatimiz uni qo'llab-quvvatlab premium tarifini ham olib berdilar hamda ushbu yoshimiz endi 1 yil davomida turli xil til kurslar, xorijiy tillarni bepul o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldi. O'sha 24-fevraldagi ochiq muloqotda ham, undan avval ham masalan o'sha yoshlar yo'nalishida amalga oshirilayotgan loyihalar, dasturlar nuqtai nazaridan ularni biriktiruvchi asosiy ikkita tashkilot bor yoshlarni, ya'ni Yoshlar ishlari agentligi va Yoshlar ittifoqi. Bu o'sha uchrashuvdan keyin ularni zimmasida qay darajada mas'uliyat yana ham oshdi yoki ishga bo'lgan bir yondashuv qay darajada o'zgarmoqda bugungi kunda? Bu uchrashuvdan keyin dastlab Yoshlar ishlari agentligining rahbari Alisher Zafarovich shaxsan o'zlari viloyatlarga hozirda ham ular ochiq muloqotlar o'tkazish uchun viloyatlarga tashrif buyurdilar. Bu o'tgan haftadan boshlandi bizda. Dastlab biz Qo'qon shahrida bo'ldik va u yerdagi yoshlar bilan muloqot qildilar. Undan keyin Farg'ona shahridagi Al-Farg'oniy kutubxonasida ham ochiq muloqot bo'lib o'tdi. U yerda juda ham ko'plab kitobxon va o'quv markazlari forumi asosida bo'lganligi bois xuddi shu yoshlar tinglanadi, ularning muammolari ko'tarildi va Alisher Zafarovich o'zlari shaxsan ularga yechim topib berishga harakat qildilar. Undan keyingi safarlarda esa shu bilan birgalikda nafaqat o'quv borasida, balki sport, kuch, g'ayrat, shijoat
musobaqalarga ham start berildi. Undan keyin Andijon va hozirgi kunda ular Namangan shahridagi yoshlarimiz bilan ochiq muloqotlar o'tkazyaptilar. Bu aynan prezidentimiz aytganidek, biz yoshlarni eshitishimiz kerak. Ulardagi tashabbuslar, ulardagi takliflar orqali bizda O'zbekiston Respublikamizda bundan-da rivojlanishi mumkin. Aynan Farg'ona shahridagi ochiq muloqotda o'zim qatnashdim. U yerdagi kitobxonlar va o'quv markazlari rahbarlari juda ham chiroyli takliflarni berishdi. Va bu asnosida barcha topshiriqlar olindi. Shu bilan birgalikda ularni takomillashtirish uchun hozirgi kunda juda ham katta ishlarni yo'lga qo'yyapmiz va shu bilan birgalikda har bitta qarorlarni hozirgi kunda jamg'arma asosida o'rganib chiqyapmiz va yoshlarga yana nima imkoniyatlar berishimiz mumkin, ularni qanday qo'llab-quvvatlashimiz mumkinligi borasida yetarlicha takliflar, tadbirlar rejalari hozirda tuzib chiqilmoqda. Shu uchrashuvlarda bo'ldim deyapsizki, hozir asosan yoshlar qanday takliflarni yoki qanday muammolar bilan murojaat qilishmoqda? Demak, ular biz asosan olis va chekka hududlardagi yoshlarni taklif qildik, chunki ular markazda joylashgan yoshlardan ancha farq qiladi. Ulardagi takliflar juda ham chiroyli bo'ldi. Masalan, kitobxonimiz tomonidan taklif bildirildiki, maxsus telekanallarda kitobxonlik soatlari bo'lsa, ya'ni bironta kitoblar audiobook ko'rinishida bolalar bob bo'lgan, shu bilan birgalikda kattalarga mos bo'lgan kitobxonlikni takomillashtirishimiz uchun shunaqa dasturlar taklif qilindi. Shu bilan birgalikda o'quv markazlari forumi bo'lganligi bois o'quv markazi rahbarlari tomonidan ham bir nechta takliflar aynan o'zimizga mos bo'lgan o'quv qo'llanmalari ishlab chiqish masalasi yo'lga qo'yildi. Shu bilan birgalikda mana ko'mak loyihasi asosida olis va chekka hududlarda kundan kunga o'quv markazlari ochilishi davom etmoqda va o'sha yerdagi yoshlar ham qatnashib o'zlaridagi takliflar, ya'ni faqat chet tillarini emas, zamonaviy kasblar, IT yoki shunga o'xshash yoki chet elga aynan ishlash uchun muhojirlikka ketadigan yoshlarga imkoniyatlar yaratish uchun ham o'z takliflarini bildirdilar va bu borada Alisher Zafarovich ularni har bittasini tinglab, ularga yetarlicha javob berishga harakat qildilar. Hozirgi mana siz aytgan keysda bir narsani ko'rish mumkinda, masalan, to'g'ri, shu kitobxonlik soati masalan tashkil etilsa degan yaxshi bir ijobiy g'oya, ijobiy bir fikr aytilgan, tashabbus desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Lekin bizda bugun shu Yoshlar ishlari agentligi, Yoshlar ittifoqi hamkorligida bir ishlab chiqqan mutolaa loyihasi bor. O'zi shunday. Endi aytmoqchimanki, bugungi kun yoshlari zamonaviy o'sha ijtimoiy tarmoqlar bilan, internet bilan hamnafas yoshlar nahot o'sha mutolaa loyihasi bor ekanligidan bexabar. Ha, fikringiz to'g'ri. Biz aynan o'sha muloqotda ham aytdik, bizda mutolaa loyihasi bor va bu orqali siz bu anaqani yo'lga qo'yishingiz mumkin, ya'ni kitoblar o'qishingiz mumkin degan narsani bildirdik. Lekin biz ba'zi narsalarni cheklab o'tyapmiz, ya'ni biz gapirayotgan yoshlar olis va chekka hududlarda. Shunday hududlarda biz bo'ldikki, u joyda hali internet, telefon degan narsalar juda ham qattiq rivojlanmagan. Ba'zi masalan ko'mak loyihasi doirasida biz hududlarni o'rganganimizda shunday o'quv markazlar borki, u yerda chiroq yo'q edi, lekin yoshlar o'rganayotgan edi. To'g'ri, markazdagi barcha yoshlar mutolaani juda ham yaxshi bilishadi. Hozirgi kunda juda ham faol holatda va ularning targ'iboti ham o'z yo'lida yo'lga qo'yilgan. Lekin borda bizda shunday hududlar va yoshlar borki, ulardagi asosiy chegara bu televizor bo'lib qolgan. Va ular axborot oladigan yagona manba. Ha, yagona manba televizor bo'lib qolgan va biz o'yladik, shuning uchun ham ularga bu anaqa berildi va bu borada mutolaa loyihasini premium paketi ham taqdim qilindi. Shu bilan birgalikda bitta o'quv markazining rahbari men yoshlarga aynan birinchi ingliz tili o'qitsam ham kitob o'qishni buyuraman. 1 oy davomida u nechtadir kitobni tamomlashi kerak deganda, faqat menda source yetmayapti, ya'ni menda yetarlicha kitob manbalar yo'q degan paytida ham ularga darhol 300 ta kitob sovg'a qilindi. Ya'ni kitobxonlik yoki bilim olish borasida barcha imkoniyatlar yoshlarga berilyapti. Va mega loyihalar, biz ularni yanada uzoqroq hududlarga ham ishlashini ta'minlashimiz kerak. Aytmoqchi bo'lganim o'sha targ'ibot masalasi yoki o'sha yoshlarga o'sha yetib borishi, ya'ni dostupnost deymiz-ku, qo'liga yetib borish darajasini oshirish kerak demoqchiman. Yoshlar ittifoqi nuqtai nazaridan qanday loyihalar yana amalga oshirildi? Ko'pchilikka ayon, hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan 2017-yilda O'zbekiston Yoshlar ittifoqi tashkil etilgan. Bu O'zbekiston Yoshlar ittifoqi nodavlat notijorat tashkilot sifatida bugungi kunda faoliyatini olib boryapti. Biz O'zbekiston Yoshlar ittifoqini asosiy faoliyati bu ta'lim tashkilotlari bilan bog'liq. Ya'ni bu oliy ta'lim, kasbiy ta'lim,
bilan bog'liq bo'lganligi uchun bizada hamma oliy ta'lim muassasasida respublikamizdagi barcha u xususiy bo'ladimi, davlatniki bo'ladimi, barcha universitetlarda o'sha yoshli yetakchilarimiz mavjud. Yoshli yetakchilarimiz o'sha lavozimiga ko'ra rektorda o'sha universitetdagi yoshlar masalasi bo'yicha maslahatchisi hisoblanadi. Va bizni mana shu yoshli yetakchilarimizni masalan 24 uchrashuv bo'lgan bo'lsa, 27-kuni o'quv seminar tashkil etdik. Mana shu tashabbuslar, mana shu g'oyalar atrofida bilib, bugun bilasizmi, oliy ta'lim tizimida talabalar 1,5 millionga yaqin tashkil etadi. Demak, mana shu 1,5 million talaba agar taqriban qaraydigan bo'lsak, shu yoshli yetakchilarning oldiga jamlangan. Va biz shu kuchdan foydalangan holda 27-kuni mana shu yoshli yetakchilarimizga onlayn, offlayn ko'rinishida birinchi seminar treningni o'tdik. Ya'ni bu nimaga? Mana shu tashabbuslarni, mana shu g'oyalarni talabaga yetkazish. Masalan, oliy ta'limda o'qituvchilar o'zini fanini o'tgandan tashqari, lekin tengdoshga degan tamoyil asosida mana shu yoshlar bir-biriga xabardorligini qilsa, bu zanjir tezroq boradi. Ya'ni bu gap-gapdan o'tib bir-biriga ijtimoiy tarmoqlardan ham foydalanyapmiz, targ'ibot qilyapmiz. Lekin aynan o'sha ularda chunki bitta o'zi emas, yoshli yetakchining yonida koordinatorlari bor. Har bitta guruhda o'sha guruh sardorlari bor. Mana shu guruh sardorlari ham bevosita yoshli yetakchisiga o'sha oliy ta'limda bo'ysunadi va xuddi shu tarzda mana shu xabarlarni tarqatish. Va keyingisi mana yuqorida hamkasblarimiz aytishdi, payshanba yoshlar kuni, har payshanba yoshlar kuni. Bilasizmi, umuman o'ylab qarasak, dunyoda juda ham kam mamlakatlarda yoshlar kuni nishonlanadi. Umuman bayram sifatida. O'zi dunyoda yoshlar ko'p davlatlar ham kamda aslida. Shunaqa, mana shu tajribada qarasak va mana shu endi 30-kuni 30-iyun kuni bu yoshlar kuni. Bu katta bayram sifatida butun O'zbekiston yoshlari bayram qiladi. Va mana shu uchrashuvda har payshanbani yoshlar kuni qilganligi, bu men o'zim o'sha yo'nalishim siyosatshunoslik bo'lganligi uchun men o'zim tahlil qildim. Bugun bilasizmi, yoshlar strategik kuch. Va har bitta rahbar o'zining faoliyatini agar o'zgartirmoqchi, o'zining ishiga yangilik olib kirmoqchi bo'lsa, yoshlar kuchidan foydalanish kerak. Chiroyli qilib aytayotganda yoshlar bilan hisoblashish kerak va buning uchun yoshlar bilan muloqot qilish kerak. Va mana shu platforma bu har payshanba kuni yoshlar kuni sifatida belgilanib va rahbarlarni, quyi bo'g'in, yuqori bo'g'in rahbarlarning yoshlar bilan muloqot qilishi mana shu platformani mexanizmi desak bo'ladi. Ya'ni bugun masalan bu oddiy gapda, masalan bugun mana shu kechagi payshanba kuni deylik butun respublikada 10 mingta uchrashuv bo'ldi deylik. Kamida ikkitadan taklif tushganda ham yoki ikkitadan muammo tushganda ham bu 20 ming yangi taklif, bu 20 ming yangi muammo va uni yechimi. Bu juda ham katta. Agar nima deydi, buni mexanizmini to'g'ri qilib amalga oshirishni ijrochilar agar buni zo'r joylarda tashkil qiladigan bo'lsa, nima deydi, bu yoshlarimizni bugungi kunda muammolari yoki takliflari hech qachon qolib ketmaydi. Shu nuqtai nazardan mana bizlar ham kecha Yoshlar ittifoqi o'sha markaziy kengashi rahbari boshchiligida o'sha Toshkent davlat texnika universiteti yoshlar bilan muloqot qildik. Yoshlardan juda ham qiziq takliflar chiqyapti. O'sha startaplar bo'yicha eng muhimi bor yuqorida aytganda bizda va men kecha shu uchrashuvda amin bo'ldimki, mana shu imkoniyatlarni yana tezroq yoshlarga yetkazish, yoshlarning xabardorligini qilish. Chunki bilasizmi, bugun to'g'ri aytyapmiz, ijtimoiy tarmoq bor, hamma yoshlarimizga telefon bor, lekin degan savol bu. Shu yoshlar shu imkoniyatlarni ko'ryaptimi? Unlarga yetib boryaptimi degan narsa. Shuning uchun biz shunaqa kontentlar qilishimiz kerak, qanaqadir bir qiziq kontentlar har bitta yo'nalishda va bugun biz mana shu har bitta tashabbus bo'yicha kontentlar, ya'ni bu ko'rinadigan qisqa Instagram uchun bo'ladi, Telegram uchun qisqa o'sha insonni e'tiborini tortadi, ya'ni 30 sekund bo'ladi, 40 sekund bo'ladi. Shu kontentlar qilib yoshlarga kirib borishda oldimizga juda ham katta nima deydi, yo'nalish qilib bergan. Hozir o'sha imkoniyatlar, mana yoshlar tashabbuslari nuqtai nazaridan hozir mana o'sha chekka hududlardagi ayrim yoshlarning o'sha ma'lumotlardan sal xabarsizligi nuqtai nazaridan gap fikrlar aytilyapti. Bitta narsani o'ylayman-da, o'zim uchun ham har doim ham aytamanki, yoki o'sha startap loyiha bilan shug'ullanib qandaydir yutuqqa erishgan yoki katta dasturchiga aylanayotgan yoshlarni bir misol qilib ko'rsatamiz, to'g'rimi? Aytaylik, bir orqasida ryukzagida notebooki bor, qanaqadir bir katta bir kompyuter dasturlar bilan o'tirib ishlayotgan yoki o'sha nima deydi, qo'lida bir zamonaviy texnikalar bilan o'tirgan yoshlarni biz namuna qilib ko'rsatamiz o'sha ekranlarda, ko'proq ijtimoiy tarmoqda ham deylik. Lekin o'sha siz aytgan o'sha eng chekka joyda turgan qishlog'i farzandi uni ko'rib, uni motivatsiya olmaydi undan.
Men shuni aniq bilaman. Motivatsiya olmaydi, qaytanga motivatsiyasi tushib ketadi. Nimagaki, u agar men mana shu darajaga muvaffaqiyatga erishishim uchun oldin qo'limda planshetim bo'lishi kerak ekan, yo noutbugim bo'lishi kerak ekan, yo o'sha katta bir kompyuterim bo'lishi kerak ekan degan xulosaga keladi va uni aytaylik imkoniyati yetmaydi bu narsalarga. Va o'z-o'zidan u demak meni qo'limdan kelmaydi bu narsa, chunki unga yetkazadigan vosita yo'q degan tushuncha paydo bo'lib qolishi mumkin. Shu nuqtai nazardan bu berilayotgan imkoniyatlar aslida unga ham tegishli ekanligini, u ham bundan manfaatdor bo'lishi mumkinligini qanday qilib biz bir oddiyroq xalqona usulda yetkazishimiz mumkin bo'ladi. Juda ham yaxshi narsa aytdingiz. Bu savolga javob berishdan oldin bitta keys aytib ketmoqchiman. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, uchrashuvdan oldin davlat rahbari startapchilar taqdimoti bilan tanishdi va shunda men o'zimning ham e'tiborim tortdi. Xuddi siz aytgandek juda ham nima deydi? Oddiy o'sha duradgor startap qilib beryapti. Ya'ni u aytayapti, unda muammo bo'lgan. Ya'ni muammo nima? U eshik rom yasaydi. U adashyapti, xato chiqyapti. O'sha adashgandan keyin qanaqadir taxta deymizmi, boshqa narsa deymizmi, u chiqindiga ketyapti, misol uchun. Va shundan u startap qilyapti. Ya'ni aqlli narsa qilib startap qilyapti. Shu romlarni to'g'ri o'lchab beradigan, o'zining hisob-kitobini chiqarib beradigan narsa. Bu nima deydi? Bu ham bir motivatsiya. Misol uchun, bu mana shu narsani alohida ko'rsatib berishdi kontent qilib. Ya'ni shu oddiy duradgor ustani startapi bugun davlat rahbarining qarshisida taqdimotda. Misol uchun-da, xuddi shunaqaga o'xshab, endi mana shu men boya ham yuqorida aytdim-ku, mana shu imkoniyatlar deb, endi har bitta o'sha bizlar ham oldimizga qo'ygan narsa shuki, birinchi o'zi startap degan nima degan narsani birinchi yoshlarga tushuntirishimiz kerak-da. Nimaga? Chunki bilasizmi, xuddi shunaqa yoshlarda shunaqa nima deydi, stereotiplar shakllanib qolgan. Ya'ni startap deganda juda ham katta xona kerak, bir 20 ta kompyuter kerak u yerda, nimadirlar, lekin aslida u oddiy qaysi kasbda bo'lishidan qat'iy nazar, u muammo bo'lsa, o'sha muammoni yechimi sifatida yoshlarimiz o'zi bilmagan holda u muammo bo'lyapti, shu muammoga nima deydi, yechim qilyapti. U agar bilsa, u startap u bitta uni muammosi emas, u ko'plarda muammo. Bu agar respublika miqyosi yo butun qaysidir o'zini misol jamiyat miqyosi u juda ham ko'p muammolarga yechim bo'lishi mumkin. Mana shu narsani tushuntirgan holda shu olib mana shu ixtiro qilganlar, oddiy startap qilganlar yoki mana shu oddiylikdan boshlab uni qanaqadir rivojlantirish bo'yicha nima deydi, tushuntirish bo'yicha ham juda katta nima deydi, ishlar qilamiz va buni ham mana shu 32 ta tashabbusdan bittasi ham aynan shu. Ya'ni bu nima? O'sha yoshlarda o'sha biznesga, yangi g'oyalarga, startaplarga o'qitish bo'yicha ham alohida topshiriq ketdi. Oliy ta'lim rektorlarini o'sha uchrashuvda prezidentimiz oliy ta'lim rektorlariga juda ham katta topshiriq qo'ydilar. Misol uchun bitta faqat oliy ta'lim talabalari emas, oliy ta'lim talabalarini startaplarini ommalashtirish, ularni mahallaga tushirish, ularni o'sha korxona tashkilotlarga joriy qilish bo'yicha juda ham katta topshiriqlar berdi va o'ylaymanki, buni biz sekin-sekin mana shu siz aytgan takliflar bo'yicha ham, prezident bergan topshiriqlar bo'yicha ham mana shu yangi joriy qilish masalasida ishlar jarayon bilan ketyapti. Biz hozir motivatsiya olmaydigan deb aytayotgan olis va chekka hududlardagi yoshlardan aslida katta tashabbuslar chiqadi. Bu asosan bizning yoshlar ishlari agentligida juda ham katta ko'rilgan masalalardan biri, chunki har bitta mahallada yetakchi bor, yetakchi faol bor. U har bitta hududdagi yoshni eshitadi, uning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydi va biz va ular orasidagi ko'prik vazifasini har doim to'g'ri bajaradi. Masalan, bizda bo'lgan holatlardan bittasi, bitta farzand chet elga ketmoqchi bo'lgan maktab tugatganidan keyin va ularga imkoniyat Surxondaryo viloyatida bilsangiz hududlar yoshlarga bo'lib berilgan va o'sha bola tog'ni yuqori qismiga tomchilab sug'orish orqali uni yaponlar kelib keyin o'rganib bu boladan hayron qolishdi. Sen buni qanday qilding degan narsa. U tog'da даже tuproq bo'lmagan joy hududda hozirgi kunda tonnalab kartoshka yetkazib chiqaradi. Biz aytayotgan motivatsiyasi yo'q yoshlar emas. Ular hozirgi kundagi har bitta imkoniyatni katta startap emas, bu katta biznes desak bo'ladi. Hozirgi kunda o'sha bolani biznesi orqali butun boshli qishloqdoshlari ish bilan ta'minlangan, ular juda ham katta miqdorda eksport qilishadi va bizning mahsulotlar hozirgi kunda jahon e'tirofida. Ya'ni aytayotganimdeki, yaponlar kelib bu boladan o'rganib, keyin o'sha bu bola o'ylab topgan usullarni o'zida sinab ko'ryapti. Ko'mak loyihasidan oldin mana meni o'zimni hamkasbim Islomjon degan bola, farg'onalik, yoshlarni o'qitish uchun, ularga xorijiy tillarni o'rgatish uchun shu oddiy bir qishloqda joy bo'lmaganligi uchun konteynerdan o'zi o'quv markazi remont qilib,
yaratib ta'mirlab shu yuzlab yoshlarni xorijiy tillarga o'qitishga erishdida shu bola. Mana oddiy misol shu sharoit yo'q deb o'tirishdan katta foyda yo'q. tashabbuslar Hamma nima deydi? O'zgarishni o'zimizdan boshlashimiz kerak, albatta. Hamma islohotni o'zidan boshlasa, o'zi birinchi kitob o'qishni boshlasa, keyin targ'ib qila oladi. Chunki kitob o'qish qanaqa foydalari bor deb so'rashganda ayta oladi. Mana meni fikrlashim o'zgardi, dunyoqarashim o'zgardi. Nutqimda ravonlik bo'ldi. O'sha kitobni o'qigan sari odam o'zi ham yuksaladi va uni targ'ib qilgan sari ham sobiq ham o'zi maza qiladi hamda. Hamma o'zimdagi bo'lsin deydi, yuksaltira oladi albatta. Va shunga qo'shimcha qilishim kerak, bu yaxshi narsalarni aytyapmiz. Albatta kitob o'qish boshqa. Bu yomon illatlar ham xuddi shunaqa. Odam chaksa o'sha spirtli ichimliklar yoki o'sha psixotrop moddalar bu o'sha yoshlarni, ya'ni odamlarni atrof muhitiga bog'liqda. Shu o'rtog'i chaksa, "Sen ham chakib ko'r" deydi, boshqa deydi, "Ichib ko'r" deydi, "Yaxshi narsa" deydi. "Men bu bir qism pul topsa, o'sha qimor o'ynab, "Men XBet yaxshi narsa, shuni sen ham qilgin" deydi-da. U chunki o'zi bilmagan holda ongi o'sha o'ziga ravo ko'rgan narsani birovga ham, yonidagiga ham ravo ko'radi. Shuning uchun birinchi bo'lib o'sha yoshlarimizni fikrlashini, ongini, dunyoqarashini, o'sha bugungi kundagi qo'pol qilib aytganda odatlarini ham o'zgartirishga harakat qilishimiz kerak va o'sha hurmatli prezidentimiz buni ham yechimini berdilar, chunki hamma narsa bo'sh vaqtdan kelib chiqadi. Ishsizlikdan kelib chiqadi. O'sha jinoyat ham, o'sha yomon yo'lga kirish ham, yod g'oyalarga kirib qolish ham. O'shaning uchun hamma mana telefondami? Demak, bu telefonda shu innovatsiya qilib yoshlarning bo'sh vaqtini shu telefon orqali egallashimiz kerak. Albatta buni qanday qilamiz? Shu mega loyihalar orqali o'sha kelajak kasblarga IT, kelajak kasblarga o'qitish uchun Ustoz AI loyihasini Yoshlar ishlari agentligi ishlab chiqdi va unda bugungi kunda 30 dan ortiq dolzarb bo'lib turgan kelajak kasblari bemalol bepul o'rganish imkoniyatiga ega yoshlarimiz. Hamda ushbu platformani o'sha premium tariflari ham bor. Bu premium tariflarda ham ko'plab imkoniyatlar bor va bu nima deydi? Oz miqdordagi mablag' ishlatib ko'p ma'lumot olish imkoniyatida yoshlarimizda. Chunki biron bir o'quv markaziga borsa, bugungi kunda shu 500 mingdan boshlanib 1,5-2 milliongacha har bir oyiga bitta kasbni mukammal egallash uchun bu yoshlarimiz kamida 2 yo 3 oy o'qish kerak. Agar undan ko'p 6 oy, 1 yillik kasblar ham bor, o'rganish mumkin bo'lgan. Va ushbu yechimlarni mana xuddi shunaqa tarzda olib borish kerak. Shu kitob o'qish bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Shu mutolaa loyihasi dedik, yoshlarimiz kitob o'qishni ham bugungi kunda men o'zim yoshlar yetakchisi bo'lganim uchun ayta olaman. Barcha o'sha respublikamizdagi 9008 ta mahalla yetakchilari o'zi ushbu mutolaa loyihasini ishlatadi hamda yoshlarga ham faol targ'ib qilib borishmoqda. Bugungi kunda aniq raqamini bilmayman, lekin shu 6 milliondan ko'p menimcha yoshlarimiz shu mutolaa loyihasidan foydalanib elektron va audio kitoblarni o'qib kelishmoqda. Bunga yana bir qo'shimcha qilib aytaman. Mana kuni kecha boshlandi va Yoshlar ishlari agentligi direktori kubogi. Bu Puankare asarini yoshlarimiz shu 11 kun davomida o'qiydi hamda test natijalaridan top 10 ta ishtirokchiga 1 million so'mdan voucher hamda 100 ta ishtirokchiga o'sha mutolaa loyihasida 1 yillik premium tariflari sovg'a qilinadigan bo'lgan. Shunaqa menimcha endi umumiy respublika bo'yicha e'lon qilingandan keyin top 10 talikki natijasi menimcha bir xillik nuqtai nazardan aytaman. 100-200 taga borib qoladi. Bir xil natijaga erishgan yoshlar demoqchiman-da. Asosiysi targ'ibot, ya'ni yoshlarni o'qishga undash. Chunki odam kitob o'qirkan, undagi dunyoqarash, fikrlash, hamma narsasi o'zgarishni boshlaydi. Bugun yoshlarni o'zi fikr g'oyasi nima bilan mashg'ul, asosiy maqsad va u tanlagan yo'l nimadan iborat demoqchi bo'lganimki, hozir o'sha yoshlarga imkoniyat tamoyili asosida loyihalar ishlab chiqilyapti. Bu o'sha yoshlarga imkoniyat tamoyilida ayni mana shu maqsadlar o'sha nazarda tutilganmi? Ya'ni hisobga olinyaptimi yoshlarning o'zini istak xohishlari ham demoqchiman-da. Hammasi e'tiborga olingan, hammasi
o'ylab chiqilgan va takliflardan kelib chiqib ushbu imkoniyatlar berilmoqda deb o'ylayman. Mana masalan yana bir misol aytadigan bo'lsak, yoshlikda o'zini yo'lini yo'qotgan, xato qilib qo'ygan yoshlarimiz, masalan o'sha GMdan chiqqan yoshlar deymiz, probatsiyadagi yoshlar deymiz, ikkinchi imkon loyihasi ham ushbu imkoniyatlarda berildi va ushbu yoshlarimiz o'sha jazoni ijro etish muassasasidan qaytgandan keyin ularni IT kelajak kasblari o'sha xorijiy tillarga 8 oy va 12 oylik tariflarda bepul o'qitish tizimi ham yo'lga qo'yiladigan bo'ldi. Chunki ushbu muassasadan qaytgan yoshlarimiz birinchi navbatda ularning bandligini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Chunki ushbu yoshlarni ishga oladigan tashkilotlar ham kamda. Chunki baribir o'sha bizda o'zbekchilik deymiz, boshqa deymiz, tekshiradi, nimaga qamalgan, nima qilgan o'zi. Shuning uchun ham ushbu yoshlarimizni yana bir kasbli qilib, ularni o'sha amaliyotga tadbiq qilib, o'rgangan kasblarni amaliyotga va o'sha bandliklarni joyida ta'minlash masalasi bo'yicha ushbu imkoniyat berildi deb o'ylayman. Va bir yorug'likka olib chiqish masalasi. Albatta juda kerakli va aniq berilgan imkoniyat deb o'ylayman. Chunki biz mahallamizda ham bir yoshimiz o'sha GMdan probatsiyaga chiqdi. U bilan ishlar olib borildi, ishlar taklif qilindi. Men ish topdim o'zim, o'sha oshpazlikka qiziqargan, oshpazga, restoranga yordamchi bo'lib tushdi. Uni albatta yoshi o'zini o'sha fikrini o'zgartirish bilan birgalikda meni o'zim fikrim oilaviy muhitini ham o'zgartirish kerak ekanda baribir. Atrofdagilarni ham o'sha uning uchun o'sha yoshimiz o'zini yaxshilab fikrini o'zgartirish, bugungi kundagi mana islohotda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar, shart-sharoitlarni yaxshilab yetkazishimiz kerak-da yoshlarga. U yetmagandan keyin men qamalib chiqdim, menga hech kim e'tibor bermaydi. Men endi o'sha bir chekkalada mardikor bo'lib, guruchlik bo'lib ishlayman deb o'ylagan fikr bilan chiqadi-da ular. Bir xillari bor, endi chiqishi bilan o'zi motivatsiya olib, bu yo'lga qaytmayman. Men o'zgaraman deb noldan o'sha o'zini shu yangi kelajak 80 gradus harakat qiladigan yoshlarimiz ham bor. Lekin o'sha tanganing ikkinchi pallasi ham yo'q emas demoqchiman. Imkoniyatlar 32 ta deb aytildi va e'tibor berib o'qiydigan bo'lsak, ularning katta qismi biznesga. Ya'ni yoshlar nimaga qiziqadi degan savolingizga javob menda biznesga. Bizneslar qilish o'z g'oya har bitta yoshimizda bor va uni realizatsiya qilish uchun unga yordam kerak. Va davlat o'z imkoniyatlarini taklif qildi. Ularga moliyalashtirish bo'yicha juda katta imkoniyatlar taqdim qilindi. Shu bilan birgalikda soliqlar, ya'ni soliqlarda ham ularga eng katta imtiyozlar taqdim qilindi. Bu degani endi g'oyaga ega bo'lgan har bitta yosh o'z biznesini ochishi, shu bilan birgalikda uni jahon standartlari holatiga ham ko'tarishi mumkin. Imkoniyatlardan birini aytib o'tishim kerakki, endi yoshlar Garvard va Stanford universitetlarida juda ham katta miqdordagi yoshlarimiz ta'lim oladi va ular qaytib kelganidan keyin ularga aynan o'z g'oyalarini sinab ko'rish uchun yangi imkoniyatlar, ya'ni sudi yoki kam foizli kredit ko'rinishida ularga imkoniyatlar taqdim qilinadi. Va men o'ylaymanki, demak biznes hozirgi kundagi avlod orasida juda ham katta ahamiyatga ega va bejizga 32 ta imkoniyatlardan katta miqdori aynan biznesga yo'naltirilgani yo'q. Va bu aynan bizning iqtisodimizga va ertangi kunimizga juda ham katta ko'mak bera oladi deb o'ylayman. Bugungi kichik biznes vakili ertaga katta korxonalarni hozirgi kunda bizdagi bizning oddiy brendlarimiz hisoblangan ko'pgina mahalliy brendlarimiz hozirgi kunda jahon bozoriga chiqyapti. Va bu biz uchun katta imkoniyat hisoblanadi. Va bu borada ham juda ham ko'p islohotlar hozirgi kunda amalga oshirilyapti. Buni to'g'ri tushunamiz. Endi yigitlarimiz o'z yo'lida, lekin hozirgi kunda o'sha yosh qizlarimiz, ayollarimiz o'sha o'zini business lady sifatida tasavvur qilib boshlagan, qandaydir bir kichik o'sha sohalarni olib, boshqa bir tadbirkorlik yo'nalishlarini tanlab, ya'ni ular ertangi kunni xuddi shunday tasavvur qilib, mashinasida kelsa, ofisga kirib, kofe ichib, nimadir topshiriq berib qo'yib, boshqa kishiga xuddi shunday business lady sifatida tasavvur qiladi va bu albatta yomon emas. Uy bekasidan tadbirkorlikka aylanayotganimiz bu katta. Bu albatta to'g'ri fikr va menimcha bu yerda o'sha mana boya siz ham aytib o'tdingiz-ku, faqat yoshlarni emas, atrofdagilarni ham fikrini o'zgartirish kerak degan ma'noda. Demak, asosiy imkoniyatlar yoshlarga berilar ekan, bu asosiy o'zgarishlar oiladan, ya'ni muhitdan boshlanadi. Yoshlar yetakchilari bu borada ham ularga katta yordamchi bo'la olishadi. Har bitta oilaning muhiti, unda bo'layotgan vaziyatlari albatta
e'tiborga olinadi va men o'ylayman hozirgi kunda tashabbus bilan chiqayotgan har bitta yoshni davlat qo'llab turar ekan, uni ota-onasi albatta uni qo'llaydi. Masalan, qizlar masalasiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda bizda qizlar akademiyasi bor. To'g'ri, qizlar uchun maxsus kurslar juda ham qimmat. Masalan, psixologik kurslar bo'lishi mumkin, bironta kasbga yo'naltirilgan kurslar, lekin qizlar maktab akademiyasida bizda hammasi bepul. Ularda juda ham ko'p marafonlar bo'ladi va ular xohlayotgan barcha bilim va ko'nikmalar ularga taqdim qilinadi. Va men bemalol ayta olishim mumkinki, hozirgi kunda qizlarimiz maktab tugatgandan turmushga chiqaman, uy bekasi bo'laman degan fikrdan asosiy fikrlari o'zgardi. Oldingi kunlarda bizga chet elga o'qishga ketish mumkin bo'lmagan. Hozir bizda El-yurt umidi jamg'armasi orqali qo'llab-quvvatlanyapmiz va bemalol ketish imkoniyatiga egamiz. Va kelgandan keyin har bitta odam o'z tadbirkorligini boshlar ekan, bu birinchi navbatda o'sha mahalla hududidagi yoshlarning fikri o'zgaradi. Bu birinchi masala. Ikkinchi, ular ish bilan ta'minlanadi. Ular aytib o'tganidek, ya'ni asosiy muammolar qayerdan kelib chiqadi? Agarda yoshda qiladigan ishi yoki bandligi ta'minlanmagan bo'lsa, har xil g'oyalar unda paydo bo'lishni boshlaydi. Va hozirgi kunda men aniq bilamanki, agarda bironta yosh nimadir o'rganmoqchimi, bunga hamma imkoniyatlar bor. Masalan, o'zimizda ham hamkasblarimiz bor, ular oddiy ustoz AI orqali kursni o'rganishgan va hozir ular biz bilan hamkasb. Ya'ni ular qishloqning chekka hududidan kelishgan, lekin qanaqadir kurslarda o'qib, yana nimadirlar qilishmadi. Ular ustoz AIdan o'rganishdi va hozirgi kunda biz bilan hamkasb. Bu demoqchi bo'lgan narsam, ya'ni hozirgi kundagi barcha imkoniyatlar har bitta odamni, nafaqat bitta yoshni taqdirini, shu bilan birgalikda uning ukalarini taqdirini va oilaga keladigan bo'lsak, meni fikrimcha har bitta ota-ona qanaqadir nimagadir qiziqyaptimi bolasi, buni har doim qo'llab-quvvatlaydi va oilaviy muhit o'z-o'zidan yaxshilanadi. Tasavvur qiling, bitta uka biznes ochyapti, masalan, o'quv markazi ochdi deylik, u akasini albatta ishga taklif qiladi. Aka, men darslarni o'taman, siz keling, boshqaruvga yordam bering. Va siz agarda boshqaruvni o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana shu mentorlar bilan bog'laning, yordam beradi. Vaholanki, aka har qanday yomon yo'lda yurgan ekan, baribir oilaviy biznes uchun o'z imkoniyatlarini taqdim qiladi. Bu oilaviy muhitni o'z-o'zidan o'zgartirishiga men 100% ishonaman. Men aytmoqchi bo'lganim o'sha birinchi qadamni tashlab olish nuqtai nazaridan-da. Endi agar aytishimiz mumkin, shu ota-onasi yoki o'sha mahalla-ko'y yoki qarindosh urug' qo'ni-qo'shni qandaydir bosim o'tkazib yo qanaqadir qarshiliklar uchrayotgan bo'lsa, bemalol biz aytishimiz mumkin yoshlarga o'sha ijtimoiy himoya agentligini inson markazlari bor, har bitta tumanda faoliyat yuritadi. Aynan o'sha yerga murojaat qilib, ham psixologik, ham har taraflama yordam olish mumkin. Nafaqat murojaatchini, balki o'sha murojaatchini atrofidagi oila a'zolari yoki tanish bilishlarini ham bemalol ular ishlab, aynan o'sha yo'nalish qayerda xato borligini yoki qayerda bir boshqa yo'lga o'tib ketilganligini aniqlab bemalol aytib bera olishadi. Shu masalada gapingizni bo'laman. Mahallani o'rni katta. Bu aytgan masalalaringizda ham, shu mahallada ham har bir mahallada ijtimoiy xodim mavjud. Ushbu ijtimoiy masalalar bo'yicha barcha mahalla aholisi ijtimoiy xodimga uchrashi mumkin. Hamda o'sha hozirgi hamkasbimiz aytib o'tganlaridek, El-yurt umidi bo'yicha o'sha meni yoshman, El-yurt umidi bo'yicha Londonda o'qib keldi, o'sha qiz bola va hozir nufuzli bir kompaniyada menejer bo'lib ishlamoqda va biz nima qilamiz? Ushbu yoshlarimizni butun mahalla bilish uchun, butun o'sha Toshkent, butun O'zbekiston, butun hamma bilishi uchun o'zimizni mahalla gruppalarimizda va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ularni yoritib boramiz. Mana bizning mahallamizda shu doimiy ro'yxatda turuvchi ushbu yoshimiz Londonda o'qib keldi. Bugun Mamutda. Mana bugun maktab bitiruvchisi shuncha, masalan 15 ta qizlar maktab bitiruvchisining 5 nafari masalan Germaniyaga, Angliyaga, Turkiyaga o'qishga kirishdi va o'qishga ketishdi. Buni ko'rgan o'sha mahalladagi aholi o'zi fikrlashi sekin-sekin o'zgaradi. Meni ham qizim nima kam joyim bor meni ham qizim bor. Mana shu qizimni hozirdan tayyorlasam, e'tibor bersam, shu qizimni men ham chet elga o'qishga jo'nataman. Shu qizim ham rivojlanadi. Bu o'sha prezidentimiz aytganlaridek, qizlarimizni o'qitish birinchi o'rinda. Chunki qiz ayol o'qidimi, bu ayol nima deydi, oliy ma'lumotli bo'ldimi, ayol ilmli bo'ldimi, demak, u bitta oila ilmli bo'ldi degani.
bu o'sha bolalarni o'qitish bo'ladimi, o'sha uydagilarning fikrini o'zgartirish bo'ladimi, barchasi umumlashib ketadi bu mavzuda. Va ushbu yo'nalishda bizning mahallamizda ham shunaqa, shu o'zimiz tizimga qo'yib olganmiz. Mana shu yoshimiz migratsiyadagi yoshlar bilan suhbat jarayonini ham olib qo'yamiz. Mana ushbu yoshimiz Londonda mana shunaqa bo'yicha shu dissertatsiya yoqlabdi yoki mana shu yo'nalishda o'qibdi deb yoritib boramiz va ko'plab ota-onalarimiz bizga yozishadi. Qanaqa qilib shu o'qishga kirsa bo'ladi, qanaqa qilib shu yo'l yo'rig'ini siz gaplasangiz bilasiz, bizga ham o'rgating deyshadi va biz albatta o'sha birinchi navbatda shu xorijiy tillarni o'rganish, o'sha o'zimizni imkoniyatdan kelib chiqqan holda birinchi bepul kurslarni taklif qilamiz hamda ularga yordam berish choralarini ko'ramiz. O'zi ta'lim sohasida barcha yoshlar va ayniqsa o'sha ayollar, qizlarimizga ham juda ko'p imkoniyatlar berilyapti. Ayniqsa oliy ta'limda ham menimcha ayollar uchun juda ko'p imkoniyatlar berilyapti. Ayniqsa magistraturada o'qishda ham o'sha kontrakt, shartnoma pullari davlat tomonidan to'lab berilyapti bugungi kunda. Umuman olganda o'sha IELTS bo'yicha ham juda katta natijalar o'zbek yoshlari bugun o'sha eng yuqori 9 ballarni olishyapti. SAT imtihonlarida ham juda SAT imtihonlarida ham juda sertifikatlar ham juda ko'p olinyapti. Ya'ni umuman ta'limga e'tibor katta. Buni endi mevalarini qachon biz olamiz endi? Rahmat savolingiz uchun. Haqiqatan ham qizlar haqida, xotin-qizlar haqida yaxshi gapirdingiz. Ya'niki bugun nima e'tibor beradigan bo'lsak, bugun magistraturada xotin-qizlarimiz mutlaq tekin o'qiydi, ya'ni davlat grant asosida va imtiyozli, misol uchun undan keyingi PhD, ya'ni o'sha qaysidir fan bo'yicha oliy ta'limdan keyingi ta'lim bo'yicha o'sha doktoranturaga ham qizlarimizga alohida kvotalar ajratilgan. Bu juda ham xursand qiladigan hol. Bu bitta bir kishini, bitta oila uchun ham, lekin bu aslida butun jamiyat uchun xursand bo'ladigan narsa. Chunki xotin-qizlarda ilmli bo'lishi kelajak avlod uchun, ya'ni u farzandi bo'ladi, uni oilasi bo'ladi. Umuman o'zi oilaga yaxshi muhit yaratadigan, to'g'ri, oilani xo'jayini erkak kishi bo'lishi mumkin, oilani rahbari erkak kishi bo'lishi mumkin, lekin asosiy muhit baribir ayollarga bog'liq. Shuning uchun ayollarda oliy ma'lumotli bo'lishi, fan doktorlari bo'lishi yoki professor bo'lishi bu jamiyatni xursand qiladigan va ziyoli qatlam, o'zbek millatini ziyoli qatlamga aylantirish uchun bu juda ham katta bir kuch hisoblanadi. Shundan kelib chiqib mana bugun qizlarimizga shunaqa katta imtiyozlar berilyapti. Agar undan oldin ko'radigan bo'lsak, o'sha moliyaviy sabablar tufayli qizlar xohlagan o'qishni magistraturaga kira olmagan. Magistraturaga o'qishga kira olmagandan keyin to'g'ridan-to'g'ri doktoranturaga o'qishga kira olmaydi. Shunaqa qilib ayol olimalarimiz kamayib ketayotgan edi va mana shunga yechim sifatida mana shu strategiyani qo'llangani, mana shu yechimni qo'llangan, men o'ylayman juda ham to'g'ri nima deydi, imkoniyat bo'lgan va hozir mana bugun ta'lim sohasida juda ham katta bir islohotlar qilinyapti. Masalan, oddiy 9% lik oldingi davrga bo'lsa, o'sha hozir mana 42% dan oshayotgani bu juda ham katta natija. Oliy ta'lim sohasidagi eng katta natija mana shu bo'lgan. To'g'ri, endi qamrov oshyapti, qamrovga o'sha xususiylar raqobatga kirib kelyapti va davlat ta'lim muassasalari bilan raqobatlashyapti. Kerak bo'lsa bugun xususiy universitetda, mana kechagina yangilikda o'qidim, o'sha universitetlarda milliy reytingi bo'lyapti va bu ham bekorga emas. Chunki endi bundan keyin davlat bo'ladimi, xususiy bo'ladimi, xalqaro oliy ta'lim muassasasining O'zbekistondagi filiali bo'ladimi, shunaqa davr, shunaqa raqobatli davr va mana shu raqobatli davrda raqobatbardosh kadrni yetishtirib beradigan universitet, men o'ylaymanki, yutib chiqadi va unga talab ham katta bo'ladi, unga bir vazifa ham katta bo'ladi va o'sha kechagi yig'ilishda ham o'sha ayniqsa bitiruvchilar ish bilan ta'minlash masalasi o'zini yo'nalishidan kelib chiqqan. Bu juda ham, ya'ni o'sha sohada qaysi soha bo'lsa o'sha sohada mutaxassis ishlagani baribir eng to'g'ri yechim. Chunki u sohada o'sha o'qiydi, bilim oladi, amaliy, nazariy bilimlar olgandan keyin o'sha sohani rivojlantirishga uni potensial yetadigan kadr sifatida bo'ladi. Va men o'ylaymanki, bu sekin-sekinga jarayon. Chunki masalan, bugungi ekkan daraxtingiz birdan katta bo'lib sizga meva bermaydi. Uning uchun siz unga parvarish qilishingiz kerak, uning uchun siz uni kutishingiz kerak va keyin mevasini yeyishingiz mumkin. Ta'limdagi islohotlar ham shunaqa. Bu 5 yildan keyingi, 6 yildan keyingi bo'ladigan, nima deydi, O'zbekistonning keyingi kunini belgilab beradigan, keyingi taqdirini belgilab beradigan davlat. Umuman o'ylab qaraydigan bo'lsak, dunyo davlatlari ichida O'zbekiston nima desak, rivojlanayotgan mamlakat sifatida qaraladi
va bizada yoshlar deyapmiz 65% dan ko'pini yoshlar tashkil qiladi. Bu o'sha strategik kuchda, mana shu kuchdan ga investitsiya qilish bu eng to'g'ri yo'l. Biz nimagadir investitsiya qilishimiz mumkin, u bizga foyda olib kelishi mumkin, lekin bugun biz yoshlarimizga investitsiya qilyapmiz. Ularni masalan el-yurt umidi orqali million dollarlab o'qityapmiz. Misol uchun ular kelyapti, ular keyin mana shu sohada o'zgarish qilishni xohlayapti. Ulardan o'sha chet eldan ob-havo olib kelyapti. Men o'ylaymanki, mana shu narsalar o'zini albatta mevasini beradi. Masalan, qaraydigan bo'lsak, mana shu oxirgi 2-3 yilda O'zbekiston dunyo diplomatiyasini markazlaridan biri bo'ldi. O'tgan yil mana ko'rdingiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, butun dunyo parlamentlar ittifoqini 150 gacha assambleyasi o'sha Toshkentda bo'ldi. Undan tashqari mana Samarqandda o'sha UNESCOni o'sha konferensiyasi bo'ldi. O'sha necha yil deganda boshqa mamlakatga, ya'ni bu O'zbekistonda bo'lgani yoki undan tashqari butun davlatlarning katta davlat rahbarlari Samarqandga tashrif buyuryapti, Toshkentga tashrif buyuryapti va shunga qo'shimcha tarzda, qani juda ham zo'r qiziq bunda bir keyslar bor agar e'tibor beradigan bo'lsak. Va bugun endi O'zbekiston yoshlar diplomatiyasining poytaxti, yoshlar diplomatiyasining markazi bo'lishga harakat qilyapti va bunga yetayapti. Prezidentimiz o'sha nutqlarida o'sha shunaqa taklif berdilarki, u mana bugun ko'ryapsiz, dunyoda shunaqa ham jiddiy vaziyatlar, har xil to'qnashuvlar, kurashlar, ommaviy madaniyat niqobasida kurashlar bo'lyapti. Ko'p mintaqalarda mana hech kimga buni yashirish ham kerak emas, urushlar ketyapti va shunday sharoitda yoshlarni tinchlik sari harakatini O'zbekistonda shtab-kvartirasi Toshkentda bo'lgan harakatni ta'sis etishdi. Samarqandda masalan shu yig'ilishda ham bilasiz, bizada Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzurida yoshlar parlamenti, senat huzurida yoshlar parlamenti bor. Mana shu yoshlar parlamentlarini, dunyo yoshlar parlamentlarini konferensiyasini Samarqandda o'tkazishni belgilab berdilar. Bu bilasizmi, yoshlarga, O'zbekiston yoshlariga juda ham katta sharaf, juda ham katta ishonch va shunga qarab mas'uliyat. Chunki bugungi yoshlar ertangi nima deydi, siyosatni belgilab beruvchi kuch sifatida qaraladi O'zbekistonda. Masalan, bugungi yoshlar parlamenti a'zosi ertangi deputat sifatida yoki bugungi qaysidir tashkilot yosh rahbar ertangi o'sha tashkiloti vaziri sifatida qaraladi va shuning uchun bugun mana shu dunyo masalan yoshlar parlamenti nuqtai nazaridan ham bizdan namuna o'rganyapti. Masalan, men o'zim ham endi yoshlar parlamentida rais o'rinbosari sifatida faoliyat olib boraman. Bilasizmi, biz o'sha Qirg'izistonda bizada yoshlar parlamenti bo'lgandan keyin Qirg'iziston ham juda ham qiziqishdi. 2-3 yil oldin boshlangan edi bu jarayon. Bizada 2020-yil prezident tashabbusi bilan ochilgan. Mana hozir endi 6 yillik tajribamiz bor yoshlar parlamenti ham, lekin shu 6 yilda bizadan 20-30 yil oldin ochilgan Yevropa davlatlaridagi yoshlar parlamentilar darajasiga o'sha bevosita prezident bilan muloqot qilish yoki qonunchilikka takliflar berish, fraksiya yig'ilishlarida, qo'mita yig'ilishlarida bu nima deydi, bevosita kirib borish an'analari yo'lga qo'yildi. Bu juda ham zo'r va shunda mana Qirg'iziston yaqindagina, bu 10 kun ham bo'lmadi, yoshlar kengashini tuzdi. O'zining jo'g'ori kengashi bor. Ularda Qirg'izistonda bizda Oliy Majlis, ularda jo'g'ori kengashi bor. Ular yoshlar kengashini tuzdi. Bu aynan O'zbekistonda aytayapti ochiqcha, biz sizlardan o'rganga keldik, sizlar ko'rdik, bizlar ham o'zi borgan, bizda rahbariyatimiz yoshlar parlamenti bor. Haqiqatan ham mana ko'ryapsizmi, biz qo'shnilarimizga o'sha nima deydi, namuna bo'lishni boshladik va endi mana shu narsalar sekin-sekinlik bilan mana shu yoshlar poytaxti bo'lgandan keyin biz endi Markaziy Osiyo yoshlari birlashib, xalq diplomatiyasi sifatida mana o'zi umuman e'tibor beradigan bo'lsangiz, davlat rahbarlarimiz ham Markaziy Osiyo davlat rahbarlari ham bitta mintaqa sifatida, bitta kuch sifatida qaralyapti va biz shunga javob tariqasida yoshlar ham bitta mintaqani turkiy yoshlar sifatida butun o'sha Yevropa yoshlari bo'ladimi, boshqa yoshlar bo'ladimi, o'zimiz pozitsiyamiz bir xil bo'lish uchun mana shu harakatni davom ettiryapmiz va men o'ylaymanki, bu eng to'g'ri yo'l va eng katta kuch sifatida baholanadigan narsa bo'ladi va mintaqani tajribasi bo'ladi. O'zi umuman yoshlar bu xalq diplomatiyasining elchilari. Agar yoshlar yaqin bo'ladigan bo'lsa, bu xalq diplomatiyasini rivojlandi degani. Ya'ni bu bordi keldi degani. Ya'ni bu ertangi 10 yillikda munosabatlar yanada yaxshilashadi yoki o'zidan o'zi yechilmaydigan ko'rinadigan muammolar o'sha baribir chiqadi-ku, baribir hukumat tepasiga chiqadi, keyin yoshlar 20-30 yildan keyin boshqa joylarda qaror chiqaruvchi
bugungi qaror chiqaruvchi bo'lgandan keyin u baribir o'sha yoshdagi tanishgan bo'ladi, networking deyiladi. O'sha networking keng bo'lgandan keyin ko'plab muammolar o'zini yechimini, tasdig'ini topadi va men o'ylaymanki, bugun bu bemalol eng rivojlangan davlatlar ham iqtisodiyotda rivojlanadimi, boshqada rivojlanadimi? Men o'ylayman, yoshlar tajribasi bo'yicha bemalol O'zbekistondan namuna olsa bo'ladi. Yaqingacha ham yoshlarimiz ham shu maktabni bitirmas xorijga ishga ketgan, bu yerdan ish topa olmagan yoki o'sha o'qish borasida biroz omadi chopmagan bo'lsa, tamom edi. Uni taqdiri faqat shu xorij bilan bog'liq bo'lib qolardi, xorijga chiqib ishlash bilan. Bugungi kunda holatimiz qay darajada? Yosh o'sha xorijga chiqib migratsiyaga borib ishlab kelayotgan yoshlarimiz soni kamayyaptimi, ko'payyaptimi? Xo'p, agar har birimiz o'zimizni кейsimizdan oladigan bo'lsak, menimcha bu narsa kamayyapti. Masalan, men o'zi ko'mak loyihasi mutaxassisi sifatida ayta olamanki, biz loyihani targ'ibotini amalga oshirganimizdan keyin chet ellarda istiqomat qilayotgan yoshlarimiz O'zbekistonga qaytdi va ular o'zini hududida o'quv markazlarini ochishdi. Bu biz uchun katta yutuqlardan biri bo'la oldi. Ikkinchi masalada chet elga ketish, muhojirlar. Bizda oldin to'g'ri juda ham tilni bilmasdan arzon garov evaziga ishlarga ketishgan. Endi unday emas, chekka va olis hududlarda ham o'quv markazi bor. Bu yerda nemis tili ham, rus tili ham, ingliz tili ham o'rgatilyapti. To'g'ri, agar u rus tilini o'rgangan holatda Rossiyaga ketib ishlamoqchi bo'lsa, endi unda tanlov bor. Balki ingliz tilini o'rganarman, balki nemis tilini o'rganib Germaniyaga ketarman. Hozirgi kundagi yoshlar chet elga ketyapti, lekin oldingidagi ishchi bo'lib emas. Ta'lim olish uchun, mutaxassisligini oshirish uchun yoki bo'lmasa u yerdagi tajribalarni o'rganish uchun ketyapti. Va eng xursand bo'lib aytadiganimiz, endi bizning yoshlar mamlakatimizdagi imkoniyatlarni biladi, unga ishonchni biladi va shu bilan birgalikda o'z haq-huquqlarini biladi. Ya'ni oldingidagi bizdagi kattalarimiz oldin kam miqdorga juda ham ko'p soatlar qiynalib ishlashgan bo'lsa, hozirgi yoshlarimiz unday emas. Ular hozir chet elga nimanidir o'rganib kelish uchun yoki bo'lmasa o'zimizda yangiliklar qilish uchun ketishyapti. Va bu biz uchun juda ham katta yutuqlardan biri deb hisoblayman. Rahmat. Nimadir aytmoqchimisiz? Ha, albatta, hozir aytib o'tganingizdek, bitiruvchilar masalasi bu barcha shu mahallalarda bitiruvchilar oldindan mana bugungi kunda yuqori sinf o'quvchilari, maktab bitiruvchilarini aytadigan bo'lsak, yuqori sinf o'quvchilari bilan yoshlar yetakchilari har oy suhbatlar tashkillashtirishadi va ularni kelajakdagi rejalari bilan bo'lishishadi, o'rganishadi. Nimaga qiziqishyapti, nima oliy ta'limga xohlashyaptimi, yo o'sha chet elga oliy ta'limni o'qishni xohlashyaptimi yoki ishlashni xohlashyaptimi, o'sha uyimga yordam beraman deb qaysi kasbni o'zi egallashmoqchi, qaysi yo'nalishda o'zi xohlayaptimi yo uydagilar majbur qilyaptimi, shu masala bo'yicha suhbatlar olib boriladi va ularni yo'naltirishga harakat qilinadi, o'sha kasb hunarga, o'sha xorijiy tilni o'rganishga va boshqalarga va ularni mana hammasi manzilli yo'naltiriladi. Shu o'qishni bitirgandan keyin o'qishga kirdimi, o'qishga kirgandan keyin nima bo'ldi, yordam kerak, masalan, ijtimoiy himoyaga muhtoj oila bo'lsa, kambag'al riskda turgan oila bo'lsa, ularga o'sha kontrakt pullari to'lab berish masalalari ko'rib chiqilishi mumkin va hokazo. Barcha o'sha imkoniyatlardan kelib chiqib yordam beriladi hamda ularni birortasi ham ishsiz yoki bekorchi bo'lib qolishiga bugungi kunda yo'l qo'yilmaydi. Va o'sha hokim yordamchisi bilan birgalikda dastur tuzib chiqiladi. Ularni agar o'zida imkoniyat bo'lmasa o'sha bandlikni ta'minlashga ko'maklashuvchi monomarkazga yo'naltirish, kasb hunarni egallash uchun yordamlar berish, o'sha ijtimoiy xodim yordamidami yoki o'sha o'zimizdan yordam chiqmasa, imkoniyat bo'lmasa, o'sha mahallaga biriktirilgan deputat yordamida har xil turdagi yordamlarni olish imkoniyati bor va o'sha barcha imkoniyatlardan foydalanib, ularni bandligini ta'minlashga yo'naltiriladi. Va o'sha chet elga ham mana bugungi kunda ham hokim yordamchilaridan talab bo'ladi. Bugungi kunda mana mahalliylarda bormi fuqarolar, yoshlar bo'ladimi yoki o'sha kattalar bo'ladimi, chet elga borish istagida bo'lgan, ishlashga. Va ularni o'sha hozir hamkasbimiz aytib o'tganlaridek manzilli o'qitiladi, tilga o'sha o'zi ishla oladigan kasbga va o'sha migratsiya
agentligi tomonidan ularni xavfsiz chet elga jo'natib ish bilan ta'minlanadi. Bu masalalar bo'yicha ham tizimli ishlar olib boriladi. Shu mahalladan o'sha yetib borgunicha. O'zi ilgarigi holat nuqtai nazaridan mana o'sha yerda mehnat huquqi bormi, o'sha jamiyatdagi xavfsizlik nuqtai nazaridan bormi, qaysidir ma'noda o'sha oqsashlar bo'lgan O'zbekiston davlatimiz tomonidan. Va bugungi kunda o'sha siz aytib o'tganingizdek, aniq bir konkret loyihalar asosida yuborilyapti yoshlarimiz. Umuman nafaqat yoshlar, umuman barcha o'sha xorijda ishlash niyatidagi barcha fuqarolarimiz va o'sha huquqiy nuqtai nazardan ham, ish bilan ta'minlash, maosh tarafidan ham yaxshigina o'sha himoya bor. Va ayniqsa o'sha fikringizga qo'shilaman, chunki bugun bizda monomarkazlar faoliyat olib boryapti. Aynan o'sha agar ilm yo'nalishi bo'lmaydigan bo'lsa, qandaydir bir kasb hunarga alohida o'qitilyapti yoshlar va shu o'zini yo'nalishi bo'yicha xorijda tegishli korxonalarda ishlar ham bo'sh ish o'rinlari ham topib berilyapti. Biz mana imkoniyatlar haqida gaplashyapmiz. Berilayotgan imkoniyatlar, foydalanilayotgan imkoniyatlar va qaysidir ma'noda foydalanilmay turgan hali imkoniyatlarimiz haqida ham fikrlar aytdik. Keling endi bitta xulosaga kelsak. Ya'ni biz bugun mana ko'rib turgan yoshlarimiz, umuman O'zbekiston yoshlari 2026-yilda biz hozir turgan bo'lsak, bundan 10, 15, 20 yildan keyin bu yoshlar qanday yoshlar bo'ladi? Juda ham o'ylantiradigan, juda ham chuqur tahlil qiladigan savol berdingiz. Bugun tez rivojlanayotgan 21-asrda texnologiyalar asri deymiz, ilm-fan asri deymiz. Va bu 5 yildan keyingi hayotni tahlil qilish o'zi qiyin. Siz 15 yil deyapsiz, lekin 5 yildan qiyin. Lekin bitta narsa aniq, shuki innovator yoshlar bo'ladi. Novator yoshlar bo'ladi. Va men hayotda o'zi ham shunga majbur qiladi yoshlarni. Hozir loqaydlik kayfiyati bo'lmaydi. Chunki yashab qolish uchun kurash. Har bitta o'zi umuman o'ylab qarasak, odamzod paydo bo'lgandan boshlab miloddan avvalgi hozirgacha 21-asrga keladigan bo'lsak, insonda shunaqa narsa uchun kurash bo'lganki, yashab qolish uchun kurash, tirik qolish uchun kurash, undan keyin oliy ma'lumotli bo'ladi, o'qiydi, undan keyin karyera qilaman deydi, o'zini ambitsiyalari bo'ladi. Shu kurash asosida hayotda o'zi ham bir majoziy ma'noda kurashlardan iborat. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, shundan tahlil qiladigan bo'lsak, faqat yangilikka intiluvchi va o'zini nima deydi, rivojlantiradigan, ustida ishlaydigan yoshlar bo'lishi kerak, albatta, va shunaqa ham bo'ladi. Chunki bilasizmi, o'zi mana aytdingiz boya yuqorida zummirlar avlodi haqida gaplashdik yoki 21-asr yoshlari haqida gaplashdik. Endi texnologiyaga javoban majbur bo'ladi-da. Misol uchun hozir kompyuter chiqqan vaqtlarida deylik, o'sha o'rta yoshli xodimlar uni tushunmagan. Hozir kichkina bola ham kompyuterda hamma programmalarni ishlashni biladi, lekin o'sha avlod o'rgandi-ku. Hozir o'sha avlod ishlayapti-ku. Masalan, 50 ga kirgan xodimlar ham tashkilotlarda bor, ular ham bemalol yoshlar qatori ishlayapti-ku. Va shu sharoitni o'zi, vaziyatni o'zi unga moslashtiradi insonni. Va shundan kelib chiqib aytsak bo'ladiki, bemalol yoshlarimiz novator, innovator, yangilikka intiluvchan bo'ladi va men bitta narsani o'zim xayol qilib, o'zim tengdoshlarimga ham shuni aytaman, loqayd bo'lmagan yoshlar kerak. Har zamonda kerak bo'lgan, hozir ham, undan keyin ham loqayd bo'lmaydigan, endi qanaqa tushunish kerak, vatan taqdiriga ham befarq bo'lmaydigan yoshlar kerak. Chunki faqat inson o'zini, oilasini o'ylash kerak, lekin o'sha vatanni rivojlantirish uchun, O'zbekistonni rivojlantirish uchun vatanparvarlik tuyg'usi bilan uyg'unlashgan yosh bo'lish kerak. Meni bitta ustozim borlar, shuni aytishim kerak, bitta gaplari bor. Bizga juda darsga kirganlarida ham, suhbatlarda ham aytardilar-da. Masalan, kiygan kiyiming qaysi chet brend bo'lsin yoki boshingdagi do'ppi bosh kiyiming qaysidir italyanki bo'lsin, oyog'ingdagi tufli qayerdakidir bo'lsin, lekin faqat vataning O'zbekiston deb ursin. Shu deb ursin deydi. Xuddi shunga o'xshab bu yoshlar zo'r g'oyalarni, zo'r innovatsiyalarni jalb qilish kerak, lekin qaysidir yuragini qaysidir qismida faqat O'zbekiston, vatan deb degan narsa bu uchqun hech qachon uchmaslik kerak. Va shunaqa bo'ladi xudo xolisa. Rahmat. Albatta bugungi o'sha shart-sharoit, imkoniyatlardan to'g'ri foydalangan, o'sha boya aytganimizdek ratsional fikrlaydigan, o'z ambitsiyalarini saqlab qolib va ana shu ambitsiyasiga erishish yo'lida hech narsadan qaytmaydigan yoshlarimiz bugun mavjud va menimcha ham o'sha kelajakda O'zbekiston deganda, fazodagi falon sayyorani o'rgangan mamlakat,
yoki o'sha falon fandan Nobel mukofoti olgan o'sha olim o'sha yerda yashaydi yoki yosh yigitimiz o'sha yerda yashaydi, o'zbekistonlik degan fikrlar butun dunyoga tarqashiga men ham ishonaman. Bugungi fikrlaringiz, mulohazalaringiz uchun, dasturimizga tashrif buyurganingiz uchun kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, umuman O'zbekiston imkoniyatlar mamlakati, yoshlar mamlakati. Demak, ikkitasi uyg'un bo'lsa, istak xohish bo'lsa, hamma narsaga erishish mumkin. Va albatta, vatan taqdiriga befarq bo'lmaydigan yoshlar bo'lsa bo'ldi. Aslida-ku bir yosh o'zi tarbiyalab, faqat o'zini bir yuqoriga olib chiqa olsa ham asli jamiyat uchun katta gap. Lekin u faqat o'zi emas, atrofdagilarni, bu vatanni, agar jamiyatni o'ylaydigan bo'lsa, bu nur ustiga nur bo'ladi. Yondashuv podkastini tomosha qilishda davom eting. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.